testosteron, ya'ni erkaklik quvvatini nimalar oshirish haqida faktlar bilan gaplashamiz. Bugungi ma'lumotlarni o'zimdan kelib chiqib gapirmayman. ChatGPT orqali testosteronni nimalar oshirish haqida batafsil ma'lumot ber deb savol beramiz. Birinchisi, to'g'ri ovqatlanish. Bu eng muhim omil. Tuxum, go'sht, baliq, avokado, yong'oq, bodom, pista, asal va xurmo. Ikkinchisi, sport va jismoniy mashqlar. Uchinchisi, sifatli uyqu. To'rtinchisi, stresslarni kamaytirish. Beshinchisi, quyosh nuri, ya'ni D vitamini. Ana endi quruq mevalarning qaysi birlari testosteronni ko'tarish haqida savol beramiz. Yong'oq, bodom eng kuchlilari hisoblanar ekan, sink va omega 3 ga boy. Xurmo tez energiya beradi, qon aylanishini yaxshilaydi. Magis, quritilgan anjir va hannon pista testosteronni tabiiy ko'tarish uchun xavfsiz yo'llaridan biri. Bu videoni nima maqsadda oldik desanglar, quvvatiga tabiiy ravishda testosteronni, ya'ni erkaklik quvvatini oshirish uchun foydali deb bilamiz. Agar sizlarda jiddiy urologik muammolar bo'lsa, uyalmasdan tajribali urologlarga murojaat qilishinglarni tavsiya qilib qolaman. Hozir fan juda ham rivojlangan, juda ham oson yechimlar bilan sizlardagi muammolarni hal qilishligi mumkin.